Hürmetli vatandaş, leksiyalarımız tügüdü. Bugünkü ıslah 2022 yılı 6. ayının 14. günü. Bizden sözlep kilovatqal leksiyalarımız davamı tünügün düşenbe günü. Tuyuqsuzla nait zor halqara seviyelik bir iş meselen Amerika Qo'shma Shtatlari devlet Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Jungo'nun diplomatiya ishlariga mas'ul amaldori Yang Jiechi bilan Luxemburg shahar davlatida uchrashdi. Başta mavzu qo'yilibdi Tayvan ve Shangang Tayvan ve Choshen to'g'risida qisqagina. Lekin bunun diplomatik so'zlar ishlatilibdi, chunqur, konkret, samimiy ham natijali suhbat bo'ldi debdi. Biz bu diplomatik ibora deyli vatandaş. Bu xabarlar qarab oldinizmi? Biz tünügün so'zlagan xabarimizda masalan nima deydik? Temir yo'l, men ism qo'ygan o'zim Uyg'uriston Yevropa temir yo'li to'xtab qoldi. Butunlay to'xtab qoldi. Buning uchun pul Jungo g'oyat zo'r pul xarjlaydi. Bu temir yo'ldan eng kamida Yevro Osiyo iqtisod ittifoqiga a'zo 5 davlat, Jungoni qo'shganda 6 davlat bahr oladi. Pul topadi, iqtisodiy bahramandlikka ega bo'ladi, hozir to'xtab qoldi deydi. Onun muhim sebebi deb Jungo hükümeti ensirashga başladı. Xalqaro vaziyatdan ensirashga başladı dedi. Bir uçuqdab esa xalqaro vaziyat hozir qistab Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uriston chegarasi kelyapti desili bo'ladi. Shuni degini unumay Jungo kompartiyasi, Jungo hükümeti hozir xalqaro vaziyatdan ensirashga başladı. Shuning uchun poyezd yo'lida qatnash to'xtab qoldi. Yevropa Jungo o'rtasidagi mal tashiydigan poyezd yo'l to'xtab qoldi. İkincisi tünügün yani unutib qoldik so'zlab o'tib, eng asosli masala nima? Biz yuqorida 5 shirkat dedik. Rossiya bilan gaz turi bu xomnepet turi biz aqtadigan, o'qildigan, qurilishga qatnashadigan Jungoning 5 shirkati vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa ittifoqining embargo qilishiga uchragan gap. Tushundingizmi? Embargo qilishiga uchragan gap. Biz shuni aytaylikki, Prezident Trump davrida dastlabki davlat ishlar kotib bo'lgan kishining ismini unutib qoldim. Shu kishi Latin Amerikasini ziyorat qilgan vaqtida bir og'iz gap qilgan. Sobiq Prezident Trumpning davlat ishlar kotibi. Jungo iqtisodiy kengaymichilik, iqtisodiy tajovuzchilik qilyapti. Bir yo'l, bir belbog' siyosati bilan iqtisodiy kengaymichilik, iqtisodiy tajovuzchilik qilyapti dedik. Bugungi kunda biz Jungoning iqtisodiy kengaymichiligini cheklashni oldingi maqsad qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgi hisobda O'rta Osiyodan bosib o'tadigan, Uyg'uristondan chiqadigan temir yo'l, Yevropa temir yo'lini qatnashgan bir yo'l, bir belbog' tashabbusi. Yani iqtisod ittifoqi bilan birlashdi bir yo'l, bir belbog' tashabbusi dedik-ku. 5 davlat, 6 davlat bu temir yo'ldi demak, bir yo'l, bir belbog' tashabbusi Jungoning iqtisodiy kengaymichiligi, Jungoning iqtisodiy tajovuziga navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining qarshi turishi O'rta Osiyoda g'alaba qildi. Yani Uyg'uriston Yevropa temir yo'lida, mustamlika Uyg'uriston Yevropa temir yo'lida Amerika g'alaba qildi. Xitoyning bir yo'l, bir belbog' siyosatiga zarb berdi. Shundaqli navbatda Ukrainada urush bo'layotgan, Rossiya urush qilayotgan sharoitda Rossiyadan tabiiy gaz va boshqa xomnepet Sibiriyadan Shimoliy qutbga yaqin Sibiriya cho'lliklarini eqitadigan va buning uchun shu qurilish uchun ishlayotgan 5 shirkatga Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa ittifoqi tunigan embargo yurgizdi deb so'zildi. Endi mayadama bir abzas qarab turing. Yani 2 abzas so'z bor. Birisi bugungi Jack Sullivan efendimning tuniginki davlat
bexatarligi maslahatchisi Jak Sullivan efendi bilan Yangjechi sözge münasebetlik çıkıdı. Yani birisi tünginkilikçimizge münasebetlik. Nim deydi? Kıska haber. Prezident Joe Biden Yavro Asya'nın merkezini, yani Orta Asya'nın can tomurini kolga keltirmekçi buluvatıdır. Canınız mı? Yani bırak koydu. Prezident Joe Biden, yakı Joe Biden hükümeti Yavro Asya'nın merkezini, yani Orta Asya'nın can tomurini kolga keltirmekçi buluvatıdır. Ben bu doğru üzerinde yazgan bir koplet şiiri vardı, sizlerge okupadım ki vatandaş. 2020 yılı 5. ayının 2020 6. ayının 20. günü var. Uygur siyasi hukuk ve kişilik hukuk siyaset kanunu gap Prezident Trump, sabık Prezident Trump kol koygan vaqtda ben bir okugan bir koplet şiirini vatandaş. Asya'nın merkezi de bir nişane ikensen Uyguristan'ın on hikâni taliye nur pişane ikensen Uyguristan'ın. Şimdiydi Prezident Joe Biden hükümeti Yavro Asya'nın merkezini, yani Orta Asya'nın can tomurini kolga keltirmekçi buluvatıdı. Endi ikinci kısa haber, halkılık beytlerinin ekranında mundaq bir abzas söz çıktı. Amerika Jungo Tağlı Okyanı betleşti. Amerika'nın galbi kılış asası var mı? Jungo Tayvan'a hücum kılsa zerb beriş üçün Amerika Jungo'nu su astı parxotu bilen koruşaşını amelge aşırdı. Yukarı haber 2022 yıl 6. ayının 14. günü YouTube, keyingi haber 2022 yıl 6. ayının 14. günü YouTube 49 minut ilgiri. Ben sizlerge sözleştim burun. İkisi qarap bakın, biz bundan mundaq xulas çıkırmız. Hazır Orta Asya doğrusidagi temir yolunun gepini to'xtatdik. Yaqinda Xitoy to'xtatib qo'ygan, 20 yil to'xtatib qo'ygan yana bir temir yol. Qirg'izistondan, O'zbekistondan o'tgan temir yo'l hozir ishlashni asliga keltirmoqchi bo'lyapti Jungo. Maylilar deyitin vatandosh kelgusi bu temir yo'lda Uyg'urning poyezdlari mana. Yasavrar Jungo hükümeti. Çağır yok Jungo hükümetinin çağır yok. Çünkü halkara iş taksimatı, halkaralaşkan asası kuruluş planı işte de muşunda işler buladı ki. Onu Jungo halasın, halamısın, muşunda kuruluşu, yani demir yol kuruluşu, taş yol kuruluşu diğerlerini kılıp durduk vatandaşlar. Endi hazır nimdidik? Devlet bexatarligi maslahatchisi Amerika Qo'shma Shtatlarining Jak Sullivan bilan Yangjechi o'tirishki suhbat o'ngishli bo'ldi, konkret bo'ldi, samimiy bo'ldi, natijalik bo'ldi. Bu Amerika tarafining ma'lumoti. Xo'sh, shundoq bo'ldi. 13. kuni suhbat boshlandi. Suhbat 4,5 soat davomlashdi. 4,5 soat davomlashganidan qaraganda suhbatdan balki ozroq natija bo'lishi mumkin deb men faraz qilaman. Lekin iliqat samimiy bo'ldi, chunqur bo'ldi, konkret bo'ldi degan diplomatik iboraning ishlatishidan qaraganda, bu yerda bir ish bor deb masal. Bu yerda bir ish bor desangiz, bugun mana halqiliq paytlarninki to'g'ri bitirat deganda 14-kunda Amerika Jungo Tağlı Okyanı betlashdi. Amerika'nın g'alaba qilish asosi bormi? Jungo Tayvan'a hücum qilsa, zarb berish uchun Amerika Jungo'ni suasti parxotlari bilan qurshab oldi. Suhbat tunagan. Bugun bu halqiliq paytlar Tayvanning torbiti. Ne degan so'z vatandosh. Endi yuqoriga keldigan bo'lsak, hozir temir yo'l Uyg'uriston, Yevropa temir yo'li, mustamlika Uyg'uriston to'xtab qoldi. Şuna qarang, bu yo'l quruqliq yo'li edi. Xitoyning bu quruqliq yo'li Yevropaga ta butun dunyoga quruqliq qit'asining har qanday yerga elib bora oladi. Elib bordi vatandosh. Londonga berib to'xtadi poyezd, Xitoyning poyezdi Sichuandan chiqqan, Xi'andan chiqqan poyezdi. Urumchidan qo'zg'algan poyezdlari Londonga berib to'xtadi vatandosh. Endi bu yo'l etildi, ya'ni g'arbdan
bir yo'l bir belbog' siyosati bilan tajovuz qilish, iqtisodiy tajovuz qilishning yo'li tuning so'ziga liksimizda itildi degan. Endi eshib qolgani qaysi bo'ldi? Malakka bo'ldi. Endi bu tarafda 3 var o'tirib chiqdi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Guamdagi harbiy bazaga yangi tayinlangan generali dediki, urushga tayyorlik qilamiz. Shundaqmi ya? Anandagi Weponxo Jungoning davlat mudofaa ministri 6-oyning 9-kunimi, 10-kunimi Shangri-La yig'in nima dedi? Tayvanni bo'lib chiqib ketmoqchi bo'lsang, biz adaq urush qilamiz. Adaq urush qilamiz dedi. Tunigillardan endi yan nima dedi bu shu suhbat? Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan yangicha suhbat o'tkazayotgan mushu paytlarda Jungo hukumati yoki harbiy tarafdan bayonotchisi nima dedi? Tayvan bo'g'ozi degan bo'g'oz mavjud emas. Bu yerda xalqaro qatnash yo'li yo'q. Yoki bu yerda ochiq dengiz yo'q. Demak, hozir Jungo hukumati eg'izdagi gap bilan bo'lsa-mu, bayonot orqali bo'lsa-mu, Tayvan bilan Jungo o'rtasidagi dengiz sohilini yo'q chiqarib, Tayvan bilan Jungo bir tutash, bir territoriya ichidagi zimin degan so'zni jakoladi vatandosh. Erenga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Austin nim dedi? Biz Tayvan bo'g'ozi tinchlik va muqimlikni saqlashni ishga oshiramiz dedi. Uningga javoban Yaponiya nim dedi? Biz dedi qo'g'dirish qismlarining navbatdagi vazifa o'tayotgan amaldorni Tayvanga avatimiz dedi. Vaziyat mana shu. Siz bu yerda hozir diqqat qiladigan bir nuqta qarab turing, ha? Mushu gap esingizda bo'lsin, juma vatandosh. Prezident Joe Biden Yevroasiyoning markazini, ya'ni O'rta Osiyoning jon tomirini qo'lga keltirmoqchi bo'layotdi. Axborotda ochiq bo'layli yoki axborotda ochiq so'zlash to'rbiti, Tayvanning to'rbiti. Haliqa xalqiliq paytlar puli qaraydigan yillardan cho'ngroq bu, to'xtamay so'zlaydigan ekan bu. Bir ayol kishi boshqaryotdi. Shu kishining axboroti ochiq bo'lish. Bugun kelgan xabar. Markaziy Osiyoga Amerikaning diqqati tushdi. Markaziy O'rta Osiyoning jon tomiriga Amerikaning diqqati tushdi. Qo'llaymiz Amerika Qo'shma Shtatlari. Amerika Qo'shma Shtatlari bu qudratli davlatning O'rta Osiyoda paydo bo'lishini qo'llaymiz. Jahon shu vaqtda tinchlikka, muqimlikka, farovonlikqa, ozodlikqa, xotirjamlikka erishdi. Chunki Yevroasiyoning markazi O'rta Osiyoning markazi mustamlika Uyg'uriston. Mustamlikadan xalos bo'ladi. Amerika ko'ngil bo'lsa, shundoq bo'ladi. Shuni qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llaymiz. Prezident Joe Biden hukumatining mushu navbatda O'rta Osiyoga diqqat qilishini qo'llaymiz. Biz Uyg'urlar qo'llaymiz. Uyg'uriston xalqi qo'llaydi.